O, bittada yopildi. Vokzal, yana o'sha mashhur siz so'ragan vokzaldamiz. Bir so'z bilan aytganda legenda bo'lib qoldi vokzal. Nima uchun vokzaldagi uylar qimmat? Bunga asosiy sababchi o'zimiz hammamiz. Chunki hamma vokzaldan uy so'raydi, hamma vokzaldan uy olishni xohlashadi. Vaholanki buni vokzaldagi uylarni sotuvchilar yaxshi bilishadi bu narsani. Vokzal ko'pchilik muxlislar borligini. Shuning uchun vokzalda uylar qimmat. Xo'p, men ikki xonalik uyni ko'rsataman sizlarga. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Narx lekin u darajada qimmat emas, uyga yarasha bo'lyapti. Mana bu uyimizning kirish eshigi, ikki xonalik xonadondamiz va bu yerdan uyimizni sanuzilni ko'rib chiqamiz. Birdaniga hurmatli operator. Qani, kafildami? To'liq kafilda suvchi aristonlar qo'yilgan. Endi bilasizlar, vokzalda suvga sveta aytishim shart emas, bu yerda har doim bo'ladi. Va oshxonasi. Demak, oshxonada xolodilnik bor, muzlatgich, gaz plitasi, o'tishkasi. Uyda hech kim yashalmagan, biroz uborka qilish kerak. Ozgina uborkaga muhtoj uyimiz. Xo'p, uyimizning zali. Bugungi uyimizni proyekti, ya'ni loyihasi 3x3 bo'ladi. Zal orqali ispaniyaga o'tiladi. Balkoni bor. Bu yerda ham konditsioner bor ekan, mana AUXdan eski konditsionerlardan. Yumshoq mebellar bor. Uyda hamma narsa qoladi deyishdi uydagilar. Aboylar yangi qilingan ekan. Xo'p, yotoqxonasi. Endi yotoqxona ozgina mehrga muhtoj ekan. Bitta spalnik kravat almashtiramiz, bo'ldi. Ikkita deraza joylashgan, aynan shu xonamiz gulxo'y bo'ladi. Bugungi uyimiz vokzal 43-maktab oldida bo'lyapti yoki parkning oldida desak ham bo'ladi. Park juda ham yaqin bu yerga. Park, maktab, bog'cha hammasi bor, bozor. Mana shu uyimiz sotuvda do'stlar. Demak, 5 qavatlik domni 4-qavatida bo'lyapti uyimiz. 2 xonadan iborat. 48 metr kvadrat umumiy maydoni. Uyimizning narxi esa $43,800 ekan. Yana kelishtirib berilar ekan. 100% ipoteka bo'ladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. O'sha gap, hali ham yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, tezda obuna tugmasini bosing va bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga eng chiroyli uylar nasib qilsin. Hammaga rahmat.